Mana Ruschinozdan chiqish ham endi 80. 80 km yurasiz. Chinoz bilan Yallama oralig'i ham hozir 80 bo'lgan endilikda. E'tibor beramiz, endilikda 5:23 dan davom etgan Chinozdan chiqish, undan buyog'iga ham soatiga 70 80 bo'lish kerak. Mana Bitonga ham 80. Yo'q, men Bitonga deb hozir Shiroki 860 km bo'ladi adashmasam Chinoz tumanida. 80 endilikda. Ikkinchi ferma ham 80 endi, 100 emas bo'lar, 100 o'tardi bilasizlar mana radar tagidan. Orientirovka propan. Endilikda mana birlikdan o'tganingiz ham 100 da bilasizlar. Qarsingizda radar bor, u ham 100 emas 80 bo'lgan. Bu ham 80 ga o'tdi endi, bolalar. Qarsiz. Endilikda ayronchi bilan Jinoratdan chiqqan 100lik joyimiz ham 80. Endilikda mana bilasizlar 55 ham 3 ta 5 ham 100 yurardik. Bu ham 80 ga tushgan. Mana bu joy ham endi bu yerda kamera bor bilasiz. 80 bo'ldi, 100 o'tardik xabaringlar bolalar. Mana kamerasi bor, bu yerda bo'lamiz. Bu ham 80. Mana nima edi? O'zini yangi yo'ldan chiqqanimizdan keyin ya'ni Tursun Quloqxon qolibdi men bilaman. Bu joylar ham mana Pravdaga, ya'ni haqiqatga yetish joyi ham 80 bo'ldi, 80. Mana 524 yo'l harakat belgisi, bundan buyog'i lekin 80 mi? Ya hali 100 da turibdimi, xabarim yo'q. Kim bilsa mana shu videoning tagiga chiroyli qilib yozib ketsin. 525 yo'l harakat belgisi. Bundan buyog'i bilasizlar 100 eng zo'r yuradigan joyimiz bo'ldi. Bu ham 80 bo'ldi degan xabarlar tarqagan mana. Kilometrlarni xabarda ko'rib olsanglar bo'ladi. Endilikda Halqabodda bilasizlar, bitta radar bor, ikki tomon turadigan Halqaboddagi. Bu ham 80. Qani mana yangi yo'l posti, eski yangi yo'l post, ya'ni Registon bo'lgan bilasizlar, ha? Eski nomi, bu yerda necha yurish kerak? Biladiganlar videoni tagiga yozib ketamiz. Endilikda Hasan Husan zapravkani oldidagi yo'l ham 80 bo'lgan bilasizlar, bilib oldinglar qayerligini. Halqaboddan o'tganimizdan keyin. Bo'lamiz, remen bor shu yerda. Oromdan o'tganimizdan keyin Zangataga kirgan joyimiz ham 100 da 80.